Rahmat sizlarga kattakon. Xursand qildilaringiz ekan. Meni ko'pchilik ko'cha-ko'yda, restoranda, har joylarda ko'rib qolishadi. Tanib qolishadi, hatto kaskada bo'lsa ham, yopiq kaskada bo'lsa ham ko'zingizdan tanidim deydi. Xursandman lekin shunchalik kuzatuvchilarim borligidan, shunchalik qo'llab-quvvatlayapsizlar ekan, men harakatdan to'xtamayman. Ishni ham bu yoqda videolar olib, montajini qilib, bo'sh vaqtlarim shuni qilish oson emas, lekin hammasiga ulgurishga harakat qilaman. Chunki deganda to'xtab qolish degan narsa bo'lmasligi kerak. Meni shuncha inson, menga shuncha inson ishonib kuzatib turibdi. Xursand bo'ldim. Kechadan oldingi kuni ham bitta akamiz, samimiy akamiz ekan, qo'l tashashib, gap yo'q muomalalar chotki kecha ham shunaqa har kuni bir kun bo'lmasa eng kamida bitta odam ko'rib qolib, ko'chadan tanib qolib, salom alaykum qilib, samimiy gap bo'lishi mumkin emas. Halol mehnat qilib, rizq teraman deb shu ko'chaga chiqqan. Rahmat kattakon sizlardan.